Yoningizdagilarni aslida qanaqa odamligini bilish uchun siz hayotda bir martagina qoqilib yiqilishingiz o'zi yetarli. Hozir obro'yingiz bor paytda, pulingiz bor paytda, gapingiz o'tib turgan paytda siz hammaga keraksiz. Hamma sizni eshitadi, sizga ergashadi. Atigi bir marta sal yiqilib ko'ring, aslida kimga kerakligingizni va kimligingizni yaxshi tushunib olasiz. Hozir meni yaqin do'stim, meni qadrdonim, yiqilganimda yonimda turadigan, meni yaqin insonim deb yurgan insonlaringizni asl yuzini ana shunda bilar ekansiz. Bu dunyoning adolati va achchiq haqiqati shunda aslida. Biz xafa bo'lmasligimiz kerak bu hayotdan aslida. Chunki hayotda faqat o'zingizga ishoning. Faqat o'zingizga ishoning, faqat o'zingizgagina suyaning. Hozirgi kunda odamlar sizni sal xato qadam bosishingizni poylab turishadi. Xuddiki o'zlari hayotda ideal yashaydigandek sizni kichkinagina bir aybingizni qidirish bilan